Kia avtosaloni xodimasining kuni qanaqa o'tadi? Bizda ish vaqti soat 9 dan. Shuning uchun uydan 8:30 da chiqaman. Ishxonaga borib birinchi qiladigan ishim bugungi vazifalarni ko'rib chiqish. Mijozlar bilan telefon orqali gaplashish, uchrashuvlar belgilash va uchrashuv belgilangan mijozlarimizni kutib olib, ularga avtomobillar haqida ma'lumot berish. Hozir Kia Olmaliqda Cerato va Kia K5 ga 36 oy, Seltos va Sportage'ga 48 oy, Sarento'ga 24 oylik muddatli to'lov ochilganligi uchun mijozlar juda ko'p. Mijozlarimizga avtomobillar xarakteristikasi haqida ma'lumot berganimda ko'pchilikka ma'qul bo'ladi. To'g'ri, bizning ishimiz qiyinchiliklari ko'p, lekin ishim o'zimga yoqadi. Chunki biz insonlarni bir necha yillik orzularini amalga oshirishga yordam beramiz. Biz baxt ulashamiz desak ham bo'laveradi. Agar sizga ham Kia avtomobillari bo'lib to'lashga kerak bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali o'zimga murojaat qilaverasiz.